Assalomu alaykum hammaga. Har doimgidek noodatiy yechimlarni ko'rishda davom etamiz. Bugun esa ushbu tenglamani yechimini ko'rib chiqamiz. Tenglamamizda qiladigan ishimiz o'ng tomondagi qismini chap tomondagi qismiga o'xshatishga harakat qilamiz. Ko'r-ko'rona mahraj berish bizga muammolar keltirib chiqarishi mumkin. Shu uchun o'ng tomondagi qismni chap tomondagisiga o'xshatishga harakat qilamiz. Demak, boshladik. Ya'ni bu yerda suratda 1 bor, mana bu yerdan ham suratda 1 hosil qilishga harakat qilaman. Ya'ni 1 taqsim 12x plus 7 taqsim 12. Xo'p, endi suratlar teng bo'lgani uchun mahraj qismlarini bir-biriga tenglayman. Ya'ni x plus 1 taqsim 1 plus x plus 2 taqsim x minus 2 teng bo'lishi kerak ekan. Mana buni alohida mahrajga olib yozib olaman. Ya'ni 7 taqsim 12. 12x ni 12 ga bo'lganimda x, 7 ni 12 ga bo'lganimda 7 taqsim 12. Ana endi mana bu yerda plus x bir xil holatga keldi. Endi biz qolgan qismni, mana bu ikkita qismni tenglashimiz kerak ekan bir-biriga. 1 taqsim 1 plus x plus 2 taqsim x minus 2 va bu yerda esa suratda bir hosil qilishim uchun 1 taqsim 12 taqsim 7 deyman. Ya'ni teskarisiga aylantirib yozib oldim. Xo'p, suratlar teng bo'ldi. Endi mahrajlarni tenglashtirishim kerak yana. 1 plus x plus 2 taqsim x minus 2 teng bo'lishi kerak ekan. Mana bu yerdagi mahrajni tenglayotgan paytimizda 1/5 taqsim 7 deb yozib olaman. Ya'ni 1 plus 5 taqsim 7. Ana endi bu joyda mana bu birlar ham tenglashdi va endi qiladigan ishimiz x minus 2 ni x plus 2 taqsim x minus 2 ni 5 taqsim 7 ga tenglab olamiz ekan. Proporsiya qilib ishlab qo'yadigan bo'lsak, 7x plus 14 teng ekan 5x minus 10 ga. Hop, 7x dan 5x ni ayiradigan bo'lsak, 2x teng minus 24 ga. X teng ekan minus 12 ga. Demak, tenglamamizning javobi minus 12 ekan.